Arab tilida bir qancha harflar bir-biriga o'xshaydi, lekin talaffuzi farq qiladi. 3 ta S harfi, bular sin, sod va ta harflari haqida gaplashamiz. Bu harflarni talaffuz qilish qo'limizdan keladi. Va bu tabiiy, chunki biz o'zbek millatiga mansubmiz. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Men Iroda Rahmonova, arab tilidan 14 yillik tajribaga ega mutaxassis, At-Tilmiz arab tili onlayn maktabining asoschisi, shu bilan birgalikda shu kungacha 4000 dan oshiq o'quvchilar ustoziman. Til o'rganish davomida o'quvchilarimizda harflarni o'rganib bo'lgandan keyin bir muammo paydo bo'ladi va bu muammo talaffuz bo'yichadir. Va bu tabiiy, chunki biz o'zbek millatiga mansubmiz va arab harflaridagi o'ziga xos talaffuzga ega harflarni talaffuz qilish biz uchun bir muncha qiyin kechadi. Va bu vaqtga bog'liq, demak sanog'iga yetkazib va ma'lum vaqt davomida mana shu harflarni talaffuzi bilan shug'ullanganimizda bu harflarni talaffuz qilish qo'limizdan keladi deb aytsak ham bo'ladi. Va men bugungi darsni olishimga sabab aynan harflar o'rganilib bo'lgandan keyin arab tilidagi bir-biriga o'xshash harflarni qanday farqlash kerak va ular bir so'zda kelib qolganda yoki yonma-yon kelganda qanday talaffuzda farq bor va ularni qanday o'qish borasida darslik qildim va mana shu darslikni bugun sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Demak, arab tilida o'xshash harflar farqlari. Arab tilida bir qancha harflar bir-biriga o'xshaydi, lekin talaffuzi farq qiladi va ularning mahraji, ya'ni chiqish o'rinlari ham har xil. Mana shular haqida sizga bir to'plam darslar tayyorlamoqchiman va bugun sizlarga aynan 3 ta S harfi farqlarini, bular sin, sod va ta harfi farqlarini aytib bermoqchiman va keyingi darslarda sizlarning talablaringizga, xohishlaringizga binoan qolgan o'xshash harflar bo'yicha ham video darslik tayyorlash niyatimizda bor. Demak, hozir biz 3 ta S harfi, bular sin, sod va ta harflari haqida gaplashamiz. Mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, demak sin harfi, sod harfi va ta harfining mahrajlari suratlarda ko'rsatilgan. Keling, avval sin harfiga to'xtalaylik. Nima uchun ikkala sin va sod harfiga bitta mahraj berdik? Chunki ikkala harfning mahraji bir joyda va bu ikkala harfning mahraji, mana e'tibor bering, tilning uchi bilan, demak buning uchun tilimiz uchini sezishimiz kerak. Tilning uchi, mana suratda til uchi keltirilgan. Tilni oldi bilan uchini farqi bor. Uchi mana, til oldi mana o'rtoqlar. Shuni albatta farqlab olishimiz kerak. Demak, til uchi bilan pastki oldi tishlarning ichki qismidan sin va sod harflari chiqadi deyilyapti. Tilning uchi bilan va pastki old tishlarning ichki qismi, demak milkka yaqin qismiga til uchi tegishi bilan sin va sod harflari chiqar ekan. Keling, talaffuz qilib ko'ramiz. As. As. Men tilimni uchini pastki old tishlarimni milkka yaqin joyga qo'ydim. As. Va endi keling, sodni talaffuz qilib ko'ramiz. Bu yerda mahraj bitta bo'lsa ham, lekin bularda farqi bor. Qarang, tilni orti sin harfida ko'tarilmagan, sokin holatda turibdi, lekin sod harfida tilni orti ko'tarilgan. Va mana shu hisobiga sod harfi yo'g'on talaffuz qilinadi. Garchi ikkalasining mahraji bir joyda bo'lsa ham. Demak, as va bu sod harfi esa as. As kabi talaffuz qilinadi va men nima qildim? Bu yerda tilni orqaga tortdim. Til orqaga tortilish hisobiga tilni orqasi ko'tariladi va harf yo'g'on talaffuz qilinadi. Demak, hozir biz siz bilan sin va sod harflarini ko'rib chiqdik. Demak, ikkalasini ham mahraji til uchi pastki old tishlarning ichki tarafiga tegishi bilan chiqar ekan, faqatgina sin harfida til orqasi ko'tarilmas ekan. Sod harfida esa til orti ko'tarilar ekan. Agar siz arab tilini o'rganishni hali ham boshlay olmagan bo'lsangiz, sizga zo'r yangiligim bor. At-Tilmiz onlayn maktabining boshlang'ich arab tili 20-yubiley patogi o'z startini oldi va biz YouTube'dagi obunachilarimiz uchun atigi 20 ta joy ajratganmiz. Mana shu o'quvchilar safida bo'lish uchun
siz mana shu video tagidagi havola orqali ro'yxatdan o'tib, o'z joyingizni band qilishingiz mumkin. Shoshiling, joylarimiz cheklangan. Mana shu farqi bor. Endi keling F harfiga o'tamiz. F harfi mana rasmga qaraymiz. Va pastdagi yozuvni o'qiymiz. Tilning uchi yuqori old tishlarning uchidan F harfi chiqadi. Tilla uchini toping. Tilla uchi mana tilla uchi va yuqorida tishlarning uchi. Yuqori tishlarning uchi ozgina bilinar bilinmas tilga bosadi. F va buni sukunli qilib talaffuz qilganimizda af kabi chuchuk tovush chiqadi. Demak, F harfini maxraji tilning uchi va yuqori old tishlarning uchidan chiqar ekan. Mana uchala harfning farqini bilib oldik maxrajida. Sin va sod harflarining maxraji bir joyda, F chuchuk S'ning maxraji esa boshqa joyda ekan. Til uchi va yuqori tishlar uchidan chiqar ekan. Keling endi yana ham chuqurroq kiramiz mavzuga. Sinda as deganimizda mana tiniq ovoz eshitilyapti. As. Endi sodni talaffuz qilamiz. As. Yo'g'on chiqyapti. As. Farqi bor, ikkinchisi til orti ko'tarilgan. Va chuchuk af. Bu chuchuk sa. Misollar o'qiymiz. Demak, sinda tiniq ovoz chiqyapti, sodda yo'g'on ovoz chiqyapti va sada chuchuk tovush chiqyapti. Demak, sinda tiniq tovush chiqyapti, sodda yo'g'on tovush chiqyapti, sada esa chuchuk tovush chiqyapti. Va keling, bo'g'inlarda bularning farqini ko'ramiz. Sa, so, fa. Misol o'qiymiz. Sayfun, soyfun, faurun. Yana bir bor o'qib beraman. Sayfun, soyfun, faurun. As, af. Mana shunday demak talaffuz qilinadi. O'ylaymanki bugungi qisqa darsimizdan keyin siz uchala s'ning farqini bilib oldingiz va endi ularni talaffuz qilishda adashmaysiz. E'tiboringiz uchun rahmat.